Annyeong yarabbim, kelinglar bugun birga koreys tilidan ustoz bo'lib maktabga boramiz. Let's go! Qarilar maktabga kelsam, o'quvchilarim shunaqa o'rtoqlari bilan to'ldirgan daftarlarni ko'rsatishdi. Mazza beg'uborlik davrlari. Maktabga kelganimga uncha bo'lmadi, lekin tez chiqishib oldik. 7 uxlab tushimga kirmagandi. O'qituvchi bo'lishim, nima ham der edik. Taqdir ekan. Adak mendan yaxshigina o'qituvchi chiqadi. Maqtanib olaymi? Xullas, shunaqa. Uyga vazifalarni topshirishlarini bir eshitdinglarda, juda ham zo'r topshirishadi. Oddiy o'quvchidan ustozga aylanib boryapman. Shunaqa, darslarni yakunlab, jonajon univeriga borib, Myeongchop sun'iy darsimiz bordi. Universitetga bekor keldikmi deb, Choyxin kursining mollariga kirib, vazifalarni topshirib chiqdik. Shunaqa gaplar. Video shotgacha ko'rgan bo'lsangiz, thank you. Obuna bo'lishni unutmang.